Savol: Shariatda nazrning hukmi qanday? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Savol yo'llovchi aziz birodar, quyida nazr mavzusi haqida sizga va boshqa o'quvchilarga Allohning izni bilan foyda beradigan nazrning turlari va asosiy hukmlarini o'z ichiga olgan bayonni taqdim etamiz. Avvalambor javobning qisqacha mazmuni bilan tanishtiramiz. Nazr bu mukallaf kishining o'ziga vojib bo'lmagan narsani vojib qilishidir. Xoh darhol bajarish bo'lsin, xoh muallaq, keyinchalik amalga oshirish bo'lsin. Shar'iy nazrni bajarish Alloh taoloning quyidagi so'ziga binoan vojibdir. Summal yaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum. So'ngra ular kirlarini ketkazsinlar va nazrlarini to'la ado qilsinlar. Haj surasi 29-oyat. Nazrning quyidagi turlari mavjud. Birinchisi, bajarilishi vojib bo'lgan nazr. U toat, ibodat nazridir. Ikkinchisi, bajarilishi joiz bo'lmagan va unda qasam kafforati bo'lgan nazr. U gunoh, ma'siyat nazri va shar'iy dalilga zid bo'lgan har qanday nazrlardir. Uchinchisi, hukmi faqat qasam kafforati bo'lgan va bajarish yoki qasam kafforatini ado etish o'rtasida ixtiyor beriladigan nazr. Endi batafsil javobga o'tamiz. Ushbu javobda nazrga oid 5 ta asosiy masala bayon qilinadi. Birinchisi, nazr deb nimaga aytiladi? Asfahoniy rahimahulloh aytadi: nazr bir ish sodir bo'lganda o'zingizga vojib bo'lmagan narsani vojib qilishingizdir. Alloh taolo inni nazartu lir-rahmani sawma. Men Rahmon yo'lida roza tutmoqni nazr ahd qilganman dedi. Maryam surasi 26-oyat. Mufradot al-Fozil Qur'on 797-bet. Demak, nazr bu mukallaf kishining o'ziga vojib bo'lmagan narsani vojib qilishi, xoh darhol bajarish bo'lsin, xoh muallaq, ya'ni keyinchalik amalga oshirish bo'lsin. Allohning kitobida maqtov tarzida nazr zikr qilingan. Alloh taolo mo'min bandalar haqida innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Albatta, hayoti dunyodan Alloh taoloning amru farmonlariga itoat qilib o'tgan yaxshilar jannatda mizoji aralashmasi kofir maykosalardan may ichurlar. Aynan yashrabu biha ibadullohi yufajjirunaha tafjira. Ular Allohning yaxshi bandalari ichadigan jannati chashma bo'lgan maykosalardan may ichurlar. Ular u chashmani o'zlari xohlagan joydan chiqarib oqizib olurlar. Yufuna bin-nadri va yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Ular hayoti dunyoda o'z zimmalariga olgan nazrlarini to'la ado qilurlar va yomonlik dahshatlari keng yoyilguvchi bo'lgan qiyomat kunidan qo'rqurlar. Inson surasi 5-7-oyatlar. Alloh tabaraka va taolo ularning najot topib jannatga kirishlariga qiyomat dahshatlaridan qo'rqishlari va nazrlariga vafo qilishlarini sabab qildi. Ikkinchi masala, nazrning hukmi. Shar'iy nazrni bajarish Alloh taoloning quyidagi oyatiga ko'radir. Summal yaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum. So'ngra ular kirlarini ketkazsinlar va nazrlarini to'la ado qilsinlar. Haj surasi 29-oyat. Imom Shavkoniy aytadi: buyruq vojiblikni anglatadi. Imom Shavkoniyning ushbu vojib degan so'zlari Hanafi mazhabidagi farz istilohiga to'g'ri keladi. Uchinchi masala, nazr va uning makruhligi haqida nabaviy hadislar. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamdan nazrdan qaytarish va uning makruhligi haqida bir qancha hadislar vorid bo'lgan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: La tanziru fa inna an-nadra la yughni min al-qadari shay'a va inna ma yustakhraju bihi min al-bakhil. Nazr qilmanglar, chunki nazr qadardagi biror narsani qaytara olmaydi. U orqali baxildan biror narsa undiriladi xolos. Sahih Muslim 1640-hadis. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizni nazrdan qaytara turib, innahu la yuraddu shay'an va inna ma yustakhraju bihi min ash-shahih. U hech narsani daf qilmaydi. U orqali ziqnadan biror narsa undiriladi xolos dedilar. Sahih Muslim 1639-hadis. 4-masala, maqtalgan va qaytarilgan nazr o'rtasidagi farq. Agar biror kishi qanday qilib oyatda nazrga vafo qiluvchilar maqtalib, keyin esa hadisda nazrdan qaytariladi degan shubhaga borsa, bunga javobimiz shuki, maqtalgan nazr bu mutlaq toat nazri bo'lib, inson o'z nafsini toatga majburlab
dangasalik va yalqovlikdan to'sish uchun yoki ne'matga shukr sifatida o'zini biror narsaga majbur qiladi. Qaytarilgan nazrga kelsak, uning bir necha turi bor. Ular orasida badal nazri bo'lib, nazr qiluvchi unda toatni biror narsa hosil bo'lishi yoki daf bo'lishiga bog'laydi. Agar bu hosil bo'lmasa, toatni bajarmaydi. Bu qaytarilgan nazrdir. Buning hikmati quyidagicha. Birinchidan, nazr qiluvchi qurbatni, ya'ni Allohga yaqinlashtiruvchi amalni zaruriy va vojib bo'lgani uchun og'irsinib bajaradi. Ikkinchidan, nazr qiluvchi qurbatni o'zi istagan narsa hosil bo'lishi sharti bilan nazr qilganda, uning nazri qurbat istagan kishining niyatiga zid bo'lgan badal yangilik bo'lib qoladi. Agar uning kasali shifo topmasa, u shifo topishiga bog'lagan sadaqasini, ya'ni va'da qilgan narsasini sadaqa qilmaydi. Bu aynan baxilning holati. Chunki u o'z molidan biror narsani faqat sarflaganidan ko'proq bo'lgan badal bilangina chiqaradi. Uchinchidan, ba'zi odamlarda johiliyat e'tiqodi borki, nazr qilish nazr qilingan maqsadning hosil bo'lishini vojib qiladi yoki Alloh nazr qiluvchiga uning nazri uchun o'sha maqsadni amalga oshiradi deyiladi. Shuning uchun hadisda nazr taqdirni o'zgartira olmasligi bayon qilindi. To'rtinchidan, boshqa bir e'tiqodni rad etish. Bu e'tiqod bo'yicha nazr taqdirni qaytaradi yoki hozirda foyda keltirib, zararni daf qiladi. Shuning uchun bunday e'tiqodning sof aqidaga nisbatan xataridan ogohlantirish va e'tiqod salomatligiga putur yetkazishining xavfidan qo'rqib, undan qaytarilgan. 5-masala. Bajarish vojibligi nuqtai nazaridan nazr turlari. Birinchisi, bajarilishi vojib bo'lgan nazr, ya'ni toat nazri. Bu Alloh azza va jallaga toat bo'lgan har qanday nazrdir. Masalan, namoz, roza, umra, haj, qarindoshlik aloqasini bog'lash, e'tikof, jihad, yaxshilikka buyurish va yomonlikdan qaytarishni nazr qilish kabi. Bu kishining men ustimga Alloh uchun shuncha kun roza yoki shuncha miqdorda sadaqa qilishni nazr qildim deyishi yoki Alloh menga bergan shifo ne'mati uchun shukrona sifatida men ustimga Alloh uchun shu yil haj qilish yoki Masjidul Haramda 2 rakat namoz o'qishni nazr qildim deyish kabi. Yoki shartli nazr qilib, Allohga yaqinlashtiruvchi nazrni o'zi manfaatlanadigan nazrga bog'lab, agar musofirim qaytib kelsa yoki Alloh meni dushman yomonligidan saqlasa, men shuncha roza tutishim yoki shuncha sadaqa qilishim lozim deyishi. Oysha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam: "Man nazara an yuti'a Alloha falyuti'hu va man nazara an ya'siyahu fala ya'sihi." Kim Allohga toatni nazr qilgan bo'lsa, unga toat qilsin, lekin kim unga osiy bo'lishni nazr qilgan bo'lsa, unga osiy bo'lmasin dedilar. Sahih Buxoriy 6696-hadis. Agar kishi toatni nazr qilsa-yu, keyin uni bajarishga to'sqinlik qiladigan sharoitlar yuzaga kelsa, masalan, bir oy roza tutish, haj yoki umra qilishni nazr qilsa, ammo kasallik tufayli roza tutishga, haj yoki umra qilishga qodir bo'lmasa, yoki sadaqa qilishni nazr qilsa-yu, ammo u moddiy ahvoli tang bo'lib, nazr qilgan narsasini o'tay olmasa, bunday holda u nazrini qasam kafforati bilan bajaradi. Ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: "Man nazara nazran lam yusammihi fakaffaratuhu kaffaratu yamin." Kim nimaligini aytmay nazr qilsa, kafforati qasamning kafforati kabidir. Va man nazara nazran fi ma'siyah fakaffaratuhu kaffaratu yamin. Kim ma'siyatga nazr qilsa, kafforati qasamning kafforati kabidir. Va man nazara nazran la yutiquhu fakaffaratuhu kaffaratu yamin. Kim toqati yetmaydigan narsani nazr qilsa, kafforati qasamning kafforati kabidir. Va man nazara nazran ataqahu falyafi bihi. Kim toqati yetadigan narsani nazr qilsa, nazriga vafo qilsin. Sunan Abu Dovud 3322-hadis. Hadis hukmi sahih. Manba Hidoyatur Ruvat 3-mujallad 635-bet. Shayxul Islom aytadilar: agar inson Allohga toat nazrini bajarishni maqsad qilsa, uni bajarishi lozim. Ammo agar Allohga nazr qilgan narsasini bajarmasa, salaf solihlarning aksariyati fikriga ko'ra uning zimmasida qasam kafforati vojib bo'ladi. Majmu'ul Fatawa
33-mujallad 49-bet. Ikkinchisi, bajarilishi nojoiz ammo qasam kafforati vojib bo'ladigan nazr. Bu quyidagi nazr turlarini o'z ichiga oladi. Birinchisi, gunoh ma'siyat nazri. Alloh taologa ma'siyat, itoatsizlik bo'lgan har qanday nazr ushbu tur ostiga kiradi. Masalan, ba'zi qabrlar va ziyoratgohlarga zaytun yog'i, sham yoki nafaqa nazr qilish yoki shirkiy ziyoratgoh va mozorlarni ziyorat qilishni nazr qilish. Bu ba'zi jihatlardan butlarga nazr qilishga o'xshaydi. Shuningdek, zino, aroq ichish, o'g'rilik, yetimning molini yeyish, o'zganing haqqini inkor qilish kabi gunohlarni, shuningdek, shar'iy moneliksiz qarindoshlik aloqalarini uzib, falonchi qarindoshi bilan aloqa qilmaslikni yoki uning uyiga kirmaslikni nazr qilish, bular hech qanday holatda bajarilishi joiz emasdir. Aksincha, u nazrini qasam kafforati bilan o'tashi lozim. Bunday nazrlarni bajarishning joiz emasligiga dalil Oysha radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisdir. Nabiy sallallohu alayhi va sallam: "Man nazara an yuti Alloh falyuti'hu va man nazara an ya'siyahu fala ya'sihi." Kim Allohga to'atni nazr qilgan bo'lsa, unga to'at qilsin, lekin kim unga osiy bo'lishini nazr qilgan bo'lsa, unga osiy bo'lmasin dedilar. Sahih Buxoriy 6696-hadis. Imron ibn Husayn radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "La vafa'a li nadrin fi ma'siyah." Ma'siyatda nazrga vafo qilish yo'q dedilar. Sahih Muslim 1641-hadis. Ikkinchisi, shar'iy dalilga zid bo'lgan har qanday nazr. Agar musulmon kishi nazr qilsa va bu nazr sahih, ochiq dalilga zid ekani ma'lum bo'lsa, bu nazrni bajarishdan to'xtab, uni qasam kafforati bilan ado etish lozim. Buning dalili Ziyod ibn Jubayrdan rivoyat qilinadi. Ibn Umar bilan birga edim. Bir kishi unga toki tirik ekanman, har seshanba yoki chorshanba roza tutishni nazr qilgan edim. Endi esa mana bu kunga, Qurbonlik kuniga to'g'ri kelib qoldim dedi. Shunda u Alloh nazrga vafo qilishni buyurgan. Qurbonlik kunida esa roza tutishdan qaytarilganmiz dedi. U savolni qaytargan edi. Ibn Umar qo'shimcha qilmay yana shunday dedi. Sahih Buxoriy 6706-hadis. Hofiz Ibn Hajar rahimahulloh ushbu hadisning sharhida shunday deydi: Ramazon hayit kuni ham, Qurbon hayit kuni ham nafil bo'lsin yoki nazr uchun bo'lsin, roza tutish joiz emasligiga ijmo qilingan. Bajarish vojibligi nuqtai nazaridan nazr turlarining 3-chisi qasam kafforatidan boshqa hukmi bo'lmagan nazr. Shunday nazrlar borki, ularga hech qanday hukm tatbiq etilmaydi. Faqatgina nazr beruvchi o'z nazri uchun kafforat sifatida qasam kafforatini bajarishi shart bo'ladi. Jumladan, mutlaq nazr, ya'ni nomi aytilmagan narsani nazr qilish. Agar musulmon nazr qilsa, ammo nazr qilingan narsani nomlamasa, balki uni nomlamasdan yoki tayin qilmasdan mutlaq qoldirsa, masalan, agar Alloh kasalimga shifo bersa, zimmamda bir nazr bor deb hech narsani nomlamasa, uning zimmasiga qasam kafforati lozim bo'ladi. Uqba ibn Amr radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Kaffaratun nadri kaffaratul yamin." Nazrning kafforati xuddi qasamning kafforatidekdir deganlar. Sahih Muslim 1645-hadis. Imom Navaviy ushbu hadisning sharhida shunday deydi: Imom Malik va ko'pchilik, balki aksariyat ulamolar bu hadisni mutlaq nazrga yo'yganlar. Masalan, kishining zimmamda bir nazr bor deyishi shu bobdandir. Sahih Muslim sharhi 11-mujallad 104-bet. 4-chisi, nazrni bajarish yoki qasam kafforati berish o'rtasida tanlov beriladigan nazr. Shunday nazrlar borki, nazr qiluvchiga nazrini bajarishi yoki qasam kafforati berishi o'rtasida tanlov beriladi. Bu tur quyidagilarni o'z ichiga oladi. Husumat va g'azab nazri. Bu har qanday nazr bo'lib, unda nazr qiluvchi haqiqatda nazrni ham, qurbatni ham maqsad qilmasdan biror narsani qilishga undash yoki undan qaytarish, tasdiqlash yoki yolg'onga chiqarish uchun qasam qabilida aytadi. Masalan, kishi g'azab holatida agar shuni qilsam menga haj yoki bir oy roza yoxud 1000 dinor sadaqa qilish vojib bo'lsin yoki agar falonchi bilan gaplashsam
mana bu qulni ozod qilish yoki xotinimni taloq qilish menga vojib bo'lsin kabi so'zlarni aytib, so'ngra o'sha ishni, ya'ni qilmayman degan ishni qilib qo'yadi. Holbuki u bularning ortidan faqatgina bu ishni qilmasligini ta'kidlashni iroda qilgan bo'ladi, boshqa narsani emas. Aslida esa uning asl maqsadi shartni bajarmaslik va jazoni ijro etmaslikdir. Bunday nazrda, ya'ni janjal yoki biror narsani qilish yoki qilmaslikning zarurligini ko'rsatish holatidagi nazrda, u nazrini bajarish yoki qasam kafforati berish o'rtasida tanlash huquqiga ega. Chunki bu mohiyatan qasam hisoblanadi. Shayxul Islom aytadi: agar nazrni qasam tarzida bog'lasa, masalan, agar siz bilan safarga chiqsam, menga haj vojib bo'lsin, yo molim sadaqadir, yoki menga qul ozod qilish vojib bo'lsin desa, bu sahobalar va jumhur ulamolar nazdida nazr qasami hisoblanadi, u nazr qiluvchi emas. Agar u zimmasiga olgan majburiyatini bajarmasa, qasam kafforati kifoya qiladi. U kishi boshqa o'rinda bizning nazdimizda mashhur qavlga ko'ra, husumat va g'azab nazri ikki narsadan birini vojib qiladi: yo kafforat berishni yoki bog'langan ishni qilishni. Agar bog'langan vojib amalni bajarmasa, kafforat vojibligi sobit bo'ladi degan. So'nggi masala muboh nazr. Bu muboh ishlarga tegishli har qanday nazrdir. Masalan, muayyan kiyimni kiyish, maxsus taomni yeyish, muayyan hayvonga minish yoki muayyan maskanga kirish va hokazo. Sobit ibn Zahhok radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrlarida bir kishi Buvona degan joyda tuya so'yishni nazr qilgan edi. Boshqa rivoyatda o'g'il farzand ko'rgani uchun deyilgan. U Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga kelib, men buvonada tuya so'yishni nazr qilgan edim dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyyati yu'bad?" U yerda jahiliyatda ibodat qilinadigan birorta but bo'lganmi dedilar. Yo'q deb javob berishdi. U zot: "Hal kana fiha aydun min a'yadihim?" U yerda ularning birorta bayrami bo'lmasmidi dedilar. Yo'q deyishdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Awfi bi nadrik, fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah va la fi ma la yamliku ibn Adam." Nazringa vafo qil, chunki Allohga ma'siyat ishda ham, odam bolasi o'zi molik bo'lmagan narsada ham nazrga vafo qilish yo'q dedilar. Sunan Abu Dovud 3313-hadis. Hadis hukmi sahih. Manba Sahih Abu Dovud 3313. Hadisda zikr qilingan kishi Alloh unga o'g'il farzand bergani uchun shukrona sifatida buvona degan joyda tuya so'yish nazrini qilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam unga nazrini bajarib, tuyalarini o'sha joyda so'yishga ruxsat berdilar. Alloh taolodan o'zi suygan va o'zi rozi bo'ladigan narsalarga muvaffaq qilishini so'raymiz. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafoga Allohning saloti va salomi bo'lsin. Vallohu a'lam.